Bugungi mavzu orzuyimdagi hayot. Siz qanaqa qilib transformatsiya orqali o'zingizni hayot ssenariysini yozib, orzuyingizdagi hayotda yashashni o'rganasiz. Bu video kimlar uchun? Orzusida yashashni xohlagan har bir ayol uchun. Ya'ni bunda orzularni transformatsiya qilish, pul qonunlarini o'rganish, erkak psixologiyasi, psixosomatika, xohlagan orzuni amalga oshirish texnikalari o'rgatiladi. Bugun nimalarni ko'rib chiqamiz? Ayollik pozitsiyasiga tushish, samatsenka, chegaralarni qo'yish, erkak psixologiyasi, qachon erkak bizniki bo'ladi, psixosomatika, har qanday kasallik bilan ishlash va eng oxirida pul qonunlari, qachon sizda siz xohlagan pullar bo'lishi haqida gaplashamiz. Bu videoni oxirigacha ko'rganlar uchun mani baxtlilarim maxsus bonusimiz bor. Men kimman va nima uchun meni eshitishingiz kerak? Men Aziza Muhammedova, oliy ma'lumotli oila psixologi, 7 yillik tajribaga egaman. Hozirgi kunda men o'zim xohlagan orzuyimdagi hayotda yashayapman va men bu darajaga qanday qilib yetib keldim? Men sizga shuni o'rgataman. Men juda ham ko'p insonlarda o'qiganman, ya'ni 50 tadan oshiq. Hozir ham o'qishda davom etyapman va nimalarni o'rganganman? Birinchi o'rinda psixosomatika. O'zimni sog'lig'imdagi muammolarni yechganman. Psixogenetika, er-xotin munosabatlari, aynan erkak psixologiyasi va har qanday orzularni transformatsiya qilishni o'rganganman. Orzusidagi hayotda yashovchi har bir baxtli ayol, agarda siz ham mana shu kursda o'qimoqchi bo'lsangiz, havola bor. Havolada ro'yxatdan o'ting va siz uchun maxsus chegirmamiz bor. Buni qo'lga kiriting. Ko'p ayollar o'ylashadiki, qo'rquv bilan kelishadi. Bularning hammasi quruq motivatsiya va natija olmaymiz degan qo'rquv bo'ladi. Lekin siz meni kursimda faqatgina praktikalar orqali ishlaysiz va amaliyot qilasiz. Endi tasavvur qiling, siz praktika orqali miyadagi programmalarni o'zgartirdingiz, qanaqasiga natija bo'lmasligi mumkin. Mana shu uchun ham transformatsion kurs deyman. Siz praktikalar orqali miyadagi har bir programmani o'zgartirasiz, yangi programmalar, ya'ni orzuyingizdagi hayot programmalarini o'rnatasiz, o'zingizni hayot ssenariysini yozasiz va natija bu uchun 100% kafolatlanadi. Menga ba'zi bir ayollar aytishadi, sizni praktikalaringizni men qila olmasamchi? Bu uchun albatta vaqt beriladi, disiplina qilish kerak va ozgina o'zimiz ustimizda ishlashimiz uchun kun kerak bo'ladi. Lekin har bir ayol buni bajarib 100% natijaga erisha oladi. 3-modul esa har bir orzuyingizdagi hayotni transformatsiya qilishni boshlaymiz. Bunda birinchi o'rinda er-xotin munosabatlari, ya'ni siz turmush o'rtog'ingiz bilan qanaqa munosabatda, qanaqa urvenda, sizga qanday munosabat qiladi va qanaqa oilada, qanaqa uyda, bolalaringiz qanaqa, qaysi maktablarda o'qishni xohlaydi, umuman hammasini transformatsiya qilamiz. Ya'ni bu sizni o'zingizni orzularingiz, o'zingizni o'y-fikrlaringiz qanaqa xohlashingizga bog'liq bo'ladi. Va undan keyin esa pul muammolari ko'rib chiqiladi. Sizda qancha summa pul bo'lishini xohlaysiz va siz uni nimalarga ishlatishni xohlaysiz? Eng kamida sizning pul bilan bog'liq 100 ta orzuyingiz yoziladi va u transformatsiya qilinadi. Va mana shu orada men sizga erkak psixologiyasini, erkak bilan garmoniyada yashashni ham o'rgataman va undan keyin biz psixosomatika bilan ishlashni boshlaymiz. Ya'ni bilasiz, har qanday insondagi negativ programmalar bu kasallik ko'rinishidan namoyon bo'ladi. Agarda sizda qandaydir kasallik bo'lsa, uni o'zingiz davolashni o'rgataman. Ya'ni bo'lmasam, agarda bola 13 yoshgacha bo'ladigan bo'lsa, bu onani aurasida yuradi. Ya'ni farzandlaringizdagi kasalliklarni ham ko'rib chiqamiz. Kursdan keyin sizda qanday natija bo'ladi? Birinchi o'rinda siz o'zingizni shaxsiy chegaralaringizni qo'yishni boshlaysiz. Turmush o'rtog'ingiz bilan, farzandlaringiz bilan, qaynona-qaynotangiz bilan, kollektiv, umuman atrofingizdagi insonlar bilan shaxsiy chegarangizni qo'yasiz. O'zingizga nisbatan ishonch ortadi, samatsenka bilan ishlashni o'rganasiz va o'zingizni yaxshi ko'rasiz. Ishoning, bu kursdan keyin har bir ayol o'zini juda ham yaxshi ko'rib qoladi. Va siz o'zingizni yaxshi ko'rishni, o'zingizni qadrlashni boshlaganingizdan keyin turmush o'rtog'ingiz bilan munosabatingiz siz xohlagandek bo'ladi. Nima uchun? Siz erkak psixologiyasini ham mana shu orada o'rganasiz va sizdagi har qanday qo'rquvlar transformatsiya qilinadi. Ya'ni erim yurib ketsa-chi, erim yomon, erim o'zgarmaydi degan fikrlardan butunlay qutulasiz.
Turmush o'rtog'ingiz siz xohlagandek bo'ladi. Siz pul qonunlarini, qachon pul ko'p bo'lishini, pul oldin miyada, keyin cho'ntakda bo'lishini o'rganasiz. Ishoning, siz pul bilan bog'liq 100 ta orzu yozganingizda, bir yilda eng kamida 50 ta, 70 tasi amalga oshadi. Chunki siz har birini transformatsiya qilib chiqasiz. Kurs oxirida siz har qanday qo'rquv, xavotir, negativ programmalarni transformatsiya qilish va o'zingizga loyiqlik hissi, o'zingizga ruxsat berish bilan ham ishlaysiz. Va men sizga kurs oxirida bonus sifatida ota-onani qabul qilishni beraman. Ota-onani ayblamasdan faqatgina uni yaxshi ko'ra olamiz va o'shandan keyin ishoning, otani qabul qilganingizdan keyin sizga cheksiz pullar keladi. Onani qabul qilganingizdan keyingina siz erkak bilan chiroyli munosabatlarda yashashni boshlaysiz. Siz eringizga tegmaysiz, turmush o'rtog'ingiz bilan ishlamaysiz. Faqatgina o'zingiz bilan ishlagan joyda hayotingiz butunlay o'zgarishni boshlaysiz. Meni kursimda hammasi faqatgina 100% praktikalardan iborat. Siz amaliyot qilasiz, natijasi esa o'z-o'zidan bo'ladi. Allohimning mo'jizalari cheksiz. Nima uchun deysizmi? Chunki siz miyadagi programmalarni butunlay o'zgartirasiz. Demak, siz tasavvur qiling, miyangizdagi programmalar bu sizni hozirgi hayotingiz. Miyadagi programmalar o'zgardi degani bu sizni yangi hayot, ya'ni orzungizdagi hayotda yashashingizni belgilaydi. Orzumdagi hayot transformatsion kursi onlayn bo'ladi, lekin ishoning, bitiruvda men bilan birga bo'lasiz va har biringiz diplom bilan taqdirlanasiz. Ya'ni transformatsion kursni bitirganingiz uchun 100% praktikalardan iborat. Siz amaliyot qilasiz. Kurs davomida sizga faqatgina bir nechta bloknot va ruchkalar kerak bo'ladi. Amaliyot qilishingizni o'zi yetarli. Har doim men bilan aloqada bo'lasiz. Kuratorlar bo'ladi. Tariflari haqida esa keyinroq sizga ma'lumot beriladi. Tanlov o'z qo'lingizda. Agarda siz ham butun umr mana shu holatda yashashingiz mumkin yoki bo'lmasam kurs o'qib orzungizdagi hayotda yashashingiz mumkin. O'zingiz tanlang, mana baxtlilarim.